Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib bermoqchiman. Yangi qonun kuchga kirdi va bu o'zgarish deyarli har birimizga ta'sir qilishi mumkin. Bu faqat yuristlar, tadbirkorlar yoki davlat idoralarida ishlaydigan odamlar uchun emas. Oddiy fuqaro, uy egasi, ijarachi, haydovchi, tadbirkor, talaba, pensioner, kredit olgan odam, aliment to'laydigan yoki aliment olayotgan ota-ona. Hatto faqat telefon orqali davlat xizmatlaridan foydalanadigan inson ham bu masalani bilishi kerak. Men bugun murakkab yuridik tilda emas, oddiy hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgardi? Kim ehtiyot bo'lishi kerak? Kim xavotirga tushmasligi kerak? Qaysi holatlari jarima, rad javobi yoki huquqiy muammo kelib chiqishi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy tavsiyalarni oxirida beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ko'p pul, vaqt va asabini tejaydi. Avval ko'p holatlarda odamlar qonun kuchga kirganini kech bilardi. Masalan, biror tartib o'zgargan bo'ladi, lekin fuqaro eski odat bo'yicha hujjat topshiradi, eski shakldagi ariza yozadi, eski muddatni hisoblaydi yoki eski tartibda to'lov qiladi. Keyin esa unga endi tartib boshqacha. Siz muddatni o'tkazib yuborgansiz. Bu hujjat yetarli emas, jarima qo'llanadi degan javob beriladi. Odam esa hayron bo'ladi. Men buni qayerdan bilishim kerak edi? Mana shu yerda eng katta muammo paydo bo'ladi. Qonun e'lon qilingandan keyin kuchga kiradi va ko'p hollarda men bilmaganim degan bahona javobgarlikdan ozod qilmaydi. Bu juda muhim prinsip. Ya'ni davlat organi, sud, bank, soliq idorasi yoki boshqa tashkilot ko'pincha sizga shunday deydi. Qonun rasmiy e'lon qilingan. Demak siz undan xabardor bo'lishingiz kerak edi. Oldin odamlar ko'proq qog'oz hujjatlar, navbat, idoraga borish, og'zaki tushuntirish va tanish bilish orqali ish yuritishga o'rgangan edi. Endi esa ko'p jarayonlar elektron shaklga o'tdi. Ariza elektron topshiriladi, qaror elektron chiqadi, bildirishnoma SMS, elektron pochta yoki shaxsiy kabinet orqali keladi. Bu qulay. Lekin bir xavfli tomoni bor. Agar siz shaxsiy kabinetingizni tekshirmasangiz, telefon raqamingiz eski bo'lsa, elektron pochta ishlamasa yoki xabarnomani o'qimasangiz, muhim muddatni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Yangi tartibning asosiy mazmuni shuki, fuqarolar va tashkilotlar o'z huquq va majburiyatlarini aniq bilishi, hujjatlarni vaqtida rasmiylashtirishi, elektron tizimlardagi ma'lumotlarni to'g'rilashi va har bir qaror bo'yicha o'z vaqtida munosabat bildirishi kerak. Bu yerda asosiy o'zgarish faqat qonun chiqdi degani emas. Asosiy o'zgarish shundaki, endi mas'uliyat ko'proq hujjat, muddat va elektron izga bog'lanmoqda. Men birinchi navbatda muddatlar haqida gapirmoqchiman. Chunki amaliyotda eng ko'p muammo aynan muddatni o'tkazib yuborishdan kelib chiqadi. Masalan, sizga biror qaror, ogohlantirish, talabnoma yoki jarima haqidagi xabar keladi. Oldin odamlar bunday hujjatni qo'lga olgan kundan boshlab hisoblashga o'rgangan. Endi ayrim holatlarda elektron tizimga joylangan sana, SMS yuborilgan sana yoki shaxsiy kabinetda ko'rilgan sana ham muhim bo'lishi mumkin. Oddiy misol olaylik. Fuqaro 20 million so'mlik jarimaga rozi emas. U men bu qarorni kecha ko'rdim deydi. Lekin tizimda qaror 15 kun oldin yuborilgan bo'lsa, shikoyat muddati tugagan bo'lishi mumkin. Natijada u jarimaning o'ziga emas, avval muddatni tiklash masalasiga tushib qoladi. Bu esa qo'shimcha ariza, qo'shimcha dalil va qo'shimcha vaqt degani. Yana bir misol, tadbirkor soliq organidan talabnoma oladi. Talabnomada 10 kun ichida tushuntirish berish kerakligi yozilgan. Tadbirkor esa bu xabarni buxgalter ko'radi deb o'ylaydi. Buxgalter esa rahbar ko'radi deb o'ylaydi. Natijada 10 kun o'tib ketadi. Keyin hisob varaqqa cheklov qo'yilishi, tekshiruv boshlanishi yoki qo'shimcha hisob-kitob chiqarilishi mumkin. Bu yerda katta xatolik shuki, odamlar xabarning o'zini emas, xabarga javob berish majburiyatini e'tiborsiz qoldiradi. Men tavsiya qiladigan birinchi qo'yda har qanday rasmiy xabarni oddiy SMS yoki reklama deb qaramang. Agar xabarda davlat xizmati, soliq, sud, ijro, jarima, kadastr, bank, kredit, subsidiya, nafaqa, aliment yoki litsenziya haqida gap bo'lsa, darhol tekshiring. Hujjat raqamini yozib oling, sanasini saqlang, screenshot qiling, imkon bo'lsa PDF shaklida yuklab oling. Yangi tartiblar kuchga kirganda ikkinchi katta muammo hujjatlar bilan bog'liq bo'ladi. Odam ko'pincha oldin shu hujjat yetarli edi deydi. Lekin endi qo'shimcha ma'lumotnoma, elektron imzo, shaxsni tasdiqlovchi hujjatning yangilangan nusxasi, kadastr ma'lumoti, daromad haqidagi ma'lumot
yoki qarzdorlik yo'qligi haqida elektron tasdiq talab qilinishi mumkin. Masalan, bir oilani olaylik. Ular subsidiya olish uchun ariza topshirmoqchi. Oldin mahalladan ma'lumotnoma, pasport nusxasi va ariza bilan ish bitgandek tuyulgan. Endi esa oilaning daromadi, mulki, kredit majburiyati. Yashash manzili va boshqa ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Agar biror bazada xato bo'lsa, masalan, odam allaqachon sotilgan uyda hamon mulkdor sifatida ko'rinib tursa, ariza rad etilishi mumkin. Fuqaro esa mening aybim yo'q, bu uy meniki emas deydi. Lekin tizimdagi ma'lumot tuzatilmaguncha muammo davom etadi. Yoki yana bir misol, avtomobilni boshqa odamga ishonchnoma bilan berib qo'ygansiz. Mashina amalda boshqa odamda. Lekin jarimalar sizning nomingizga kelmoqda. Yangi tartibda elektron jarimalar, xabarnomalar va qarzdorliklar tezroq ko'rinadi. Bu qulay, lekin hujjatni vaqtida rasmiylashtirmagan odam uchun xavfli. Chunki mashinani men haydamaganman degan gap har doim ham yetarli bo'lmaydi. Kim mulkdor, kim foydalanuvchi, kim boshqaruv huquqiga ega, hammasi hujjatda ko'rinishi kerak. Shuning uchun men har bir tomoshabinga shuni aytaman. Faqat qo'lingizdagi qog'ozga ishonib qolmang. Elektron bazalarda ma'lumotlaringiz qanday ko'rinayotganini tekshiring. Pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, mulk, transport, stir, kadastr, bankdagi majburiyatlar. Sud yoki ijro ishlari bo'yicha ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, uni tuzatishni kechiktirmang. Endi kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerakligini aytaman. Birinchi guruh: kredit, qarz, aliment, jarima yoki kommunal to'lovlar bo'yicha majburiyati bor odamlar. Chunki yangi tartiblar ko'pincha qarzdorlikni aniqlash, ogohlantirish, cheklov qo'yish va undirish jarayonlarini tezlashtiradi. Agar sizda 200 ming so'mlik kichik jarima bo'lsa ham, vaqt o'tib penga ijro yig'imi yoki qo'shimcha xarajatlari bilan summa oshishi mumkin. Misol uchun, odam 300 ming so'mlik jarimani vaqtida to'lamaydi. U keyin to'layman deb yuradi. Bir necha oydan keyin bu ish ijroga o'tadi. Keyin unga qo'shimcha xarajatlar, hisob varaqqa cheklov, avtomobil bilan bog'liq cheklov yoki boshqa noqulayliklar kelib chiqishi mumkin. Eng yomoni, odam buni faqat bank kartasidan pul yechilmay qolganda yoki biror xizmatdan foydalana olmaganda bilib qoladi. Ikkinchi guruh: tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar. Yangi qonun kuchga kirganda soliq hisobotlari, elektron cheklar, shartnomalar, xodimlarni rasmiylashtirish, ijara shartnomasi, litsenziya yoki ruxsatnomalar bo'yicha talablar o'zgarishi mumkin. Tadbirkor uchun bilmagan edim degan holat ko'pincha moliyaviy zarar bilan tugaydi. Masalan, bir kichik do'kon egasi xodimni og'zaki kelishuv bilan ishga oladi. Keyin tekshiruvda xodim rasmiylashtirilmagani aniqlansa, jarima chiqishi mumkin. Xodimning o'zi ham zarar ko'radi, chunki mehnat staji, ijtimoiy to'lovlar va kafolatlar ko'rinmaydi. Uchinchi guruh: mulk oldi sotdisi, ijara, meros, kadastr va qurilish bilan ishlayotgan odamlar. Bu sohada bitta noto'g'ri hujjat yillar davomida muammo tug'diradi. Masalan, aka-uka meros bo'yicha uy masalasini og'zaki hal qilib qo'yadi. Bittasi uyda yashaydi, boshqasi da'vo qilmaydi. Oradan 5 yil o'tadi, keyin mulkni sotish kerak bo'ladi. Notariusga borganda meros rasmiylashtirilmagani, ulushlar aniqlanmagani, kadastrda eski ma'lumot turgani ma'lum bo'ladi. Yangi tartiblar bunday holatlarda elektron tekshiruvni kuchaytirgani uchun muammo tezroq yuzaga chiqadi. 4-guruh: davlat xizmatlaridan tez foydalanadiganlar. Masalan, bolani bog'chaga joylashtirish, nafaqa, subsidiya, pasport, propiska, nikoh ajrim, tug'ilganlik guvohnomasi, yer yoki uy hujjatlari, haydovchilik guvohnomasi, litsenziya. Bu xizmatlarda ariza berish tartibi, muddat, to'lov va javob olish usuli o'zgarsa, odam eski tartib bilan harakat qilib, navbatdan qolishi yoki rad javobi olishi mumkin. Lekin men tomoshabinlarni ortiqcha vahimaga tushirmoqchi emasman. Agar siz hujjatlaringizni vaqtida rasmiylashtirib yurgan bo'lsangiz, qarzdorliklaringizni tekshirib tursangiz, telefon raqamingiz va shaxsiy kabinetingiz faol bo'lsa, rasmiy xabarlarga e'tibor bersangiz, bu o'zgarishlar sizga ko'proq qulaylik beradi. Chunki ko'p ishlar tezlashadi, ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Ayrim ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Masalan, sizda uy hujjatlari joyida, kadastr to'g'ri, soliqlar to'langan, ijara shartnomasi rasmiy bo'lsa, yangi tartib sizga xavf emas. Aksincha, kelajakda mulkni sotish, garovga qo'yish, merosga o'tkazish yoki boshqa huquqiy harakatlarni amalga oshirish osonlashadi. Yoki siz tadbirkor bo'lsangiz, xodimlar rasmiy elektron hisob fakturalar to'g'ri, kassa intizomi joyida bo'lsa.
O'zgarishlar sizga raqobatda ustunlik beradi. Chunki noqonuniy ishlayotganlar sekin-asta tizimdan siqiladi. Endi juda muhim nozik joylarga o'tamiz. Har bir qonunda umumiy qoida bo'ladi, lekin istisnolar ham bo'ladi. Shu istisnolarni bilmagan odam o'z huquqidan foydalana olmaydi. Birinchi nozik jihat, qonun orqaga qaytib amal qiladimi yoki yo'qmi? Umumiy qoida shuki, yangi qonun odatda kuchga kirgan kundan keyingi munosabatlarga amal qiladi. Lekin ayrim holatlarda u avvalgi munosabatlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa agar qonunda alohida ko'rsatilgan bo'lsa, masalan, jarimani yengillashtiradigan tartib bo'lsa, ba'zi hollarda avvalgi ishlar bo'yicha ham qo'llanishi mumkin. Aksincha, javobgarlikni og'irlashtiradigan qoida odatda orqaga qaytib qo'llanmasligi kerak. Lekin buni aniq holatga qarab tekshirish zarur. Ikkinchi nozik jihat o'tish davri. Qonun kuchga kiradi, lekin ayrim talablar uchun 1 oy, 3 oy yoki 6 oy moslashish muddati berilishi mumkin. Odamlar ko'pincha shu joyni chalkashtiradi. Qonun kuchga kirdi degani hamma talab shu bugundan boshlab to'liq ishlaydi degani bo'lmasligi mumkin. Masalan, yangi shaxslarga hujjat, yangi elektron tizim yoki yangi ruxsatnoma talabi bosqichma-bosqich joriy qilinishi mumkin. Shuning uchun qonunning faqat sarlavhasini emas, kuchga kirish tartibini ham o'qish kerak. Uchinchi nozik jihat, rasmiy va norasmiy ma'lumot farqi. Telegram kanallar, ijtimoiy tarmoqlar tanishlarning gapi foydali bo'lishi mumkin, lekin yakuniy manba emas. Men doim shuni aytaman. Huquqiy masalada asosiy manba rasmiy hujjat, davlat organining rasmiy izohi yoki mutaxassisning aniq tahlili bo'lishi kerak. Chunki bitta noto'g'ri post sabab odam hujjat topshirmaydi, jarimani vaqtida to'lamaydi yoki noto'g'ri ariza beradi. Keyin zararni o'zi ko'radi. To'rtinchi nozik jihat og'zaki kelishuvlar. Yangi tartiblarda kuchaygani sari og'zaki kelishuvlarning xavfi ham ko'proq bilinadi. Ijara og'zaki, qarz og'zaki, ishga olish og'zaki, mashinani berish og'zaki, uy remonti og'zaki. Muammo chiqmasa hammasi yaxshi. Lekin muammo chiqqanda isbotlash qiyin. Masalan, siz tanishingizga 1 million so'm qarz berdingiz. Tilxat yo'q, pul bank orqali emas, naqd berilgan. Keyin u men olmadim desa, sizning qo'lingizda dalil kam bo'ladi. Shuning uchun hozirgi sharoitda har qanday moliyaviy yoki mulkiy munosabatni yozma shaklda rasmiylashtirish kerak. 5-nozik jihat, elektron imzo va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi. Ko'p odamlar elektron imzosini boshqalarga berib qo'yadi. Buxgalter ishlatsin, tanishim ariza topshirsin, o'g'lim kirib tekshirib bersin deydi. Bu juda xavfli. Chunki elektron imzo bilan qilingan harakat ko'pincha sizning o'zingiz qilgan harakat deb baholanadi. Agar kimdir sizning nomingizdan ariza yuborsa, shartnoma tasdiqlasa yoki hujjat imzolasa, keyin uni bekor qilish oson bo'lmaydi. Elektron imzo paroli, shaxsiy kabinet paroli va telefon raqamingizni himoya qiling. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, rasmiy ma'lumotni tekshiring. Qonun yoki yangi tartib haqida eshitsangiz, faqat sarlavha bilan xulosa qilmang. Rasmiy e'lon qilingan matnni, davlat organining tushuntirishini yoki ishonchli yuridik sharhni ko'ring. Qonun qachon qabul qilingan? Qachon e'lon qilingan? Qachon kuchga kiradi? Kimlarga taalluqli qanday istisnolar bor? Albatta aniqlang. Ikkinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tartibga keltiring. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami, ishlayaptimi? SMS keladimi? Shaxsiy kabinetingizga kira olasizmi? Elektron pochtangiz faolmi? Tekshiring. Agar eski raqamga ulangan bo'lsa, uni almashtiring. Chunki muhim xabar eski raqamga ketib qolsa, siz muddatni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Uchinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Jarimalar, soliqlar, kommunal to'lovlar, aliment, kredit, ijro ishlari bo'yicha holatingizni ko'ring. Hatto summa kichik bo'lsa ham uni e'tiborsiz qoldirmang. Agar qarzdorlik noto'g'ri chiqsa, darhol e'tiroz yozing. Og'zaki aytish yetarli emas. Ariza yozing, raqam oling, javob muddatini kuzating. 4-qadam, muhim hujjatlarni bitta joyga jamlang. Pasport yoki ID karta, kadastr hujjatlari, shartnomalar, tilxatlar, bank to'lovlari, sud qarorlari, ijro hujjatlari, soliq hisobotlari, ish shartnomalari, ijara shartnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, tug'ilganlik guvohnomalari. Hammasining elektron nusxasini ham saqlang. Telefon buzilib qolsa yoki yo'qolsa, hujjatlar ham yo'qolib ketmasligi uchun ularni xavfsiz joyda zaxiralang. 5-qadam, ariza yozishni o'rganing. Har qanday muammoda ariza aniq bo'lishi kerak. Kimga yozilayotgani, kimdan yozilayotgani,
pasport ma'lumotlari, telefon raqami, muammoning mazmuni, talab ilova qilingan hujjatlar va sana ko'rsatiladi. Masalan, menga nisbatan chiqarilgan qarorni bekor qilishingizni so'rayman deyishning o'zi yetarli emas. Nima uchun bekor qilish kerak? Qaysi dalil bor? Qaysi hujjat ilova qilinyapti? Aniq yozish kerak. 6-qadam. Muddatlarni yozib boring. Telefoningizda eslatma qo'ying. Masalan, 10 kun ichida javob berish, 21 kun ichida shikoyat qilish, 30 kun ichida hujjat topshirish. Ko'p odam muammoni yutqazadi. Chunki haqiqat uning tomonida emasligi uchun emas, muddatni o'tkazib yuborgani uchun. Huquqiy masalada vaqt ham dalil kabi muhim. 7-qadam, tushunmagan joyda mutaxassisga murojaat qiling. Lekin mutaxassisga borganingizda menda bir muammo bor deb umumiy gapirmang. Hujjatlarni olib boring, sanalarni ayting, kelgan xabarlarni ko'rsating, nima talab qilinayotganini tushuntiring. Shunda yurist, advokat, notarius, buxgalter yoki davlat xizmati xodimi sizga aniqroq yordam beradi. Keling, bir nechta real hayotga yaqin vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, fuqaro uyini ijaraga bergan, lekin shartnoma qilmagan. Har oy 2 million so'm ijara oladi. Ijarachi bir necha oy yashaydi, keyin kommunal qarz qoldirib ketadi. Uy egasi men bunday bo'lishini bilmagan edim deydi. Agar ijara shartnomasi rasmiy bo'lganida to'lov, muddat, kommunal xarajat, zarar uchun javobgarlik aniq yozilgan bo'lardi. Nizo chiqqanda uy egasi o'z huquqini osonroq himoya qilardi. Ikkinchi vaziyat, ona aliment olish kerak, lekin sobiq turmush o'rtog'i norasmiy ishlaydi. U menda daromad yo'q deydi. Yangi tartiblar elektron ma'lumotlar orqali mol-mulk, bank operatsiyalari, rasmiy ish joyi va boshqa holatlarni aniqlashni osonlashtirishi mumkin. Lekin ona ham passiv bo'lib o'tirmasligi kerak. Ijro organiga murojaat qilish, qarzdorlik hisobini so'rash, ish joyi yoki mulki haqida ma'lumot bo'lsa, yozma ravishda taqdim etish kerak. 3-vaziyat, kichik biznes egasi onlayn savdo qiladi. Pul kartaga tushadi, lekin u buni oddiy o'tkazma deb hisoblaydi. Agar faoliyat doimiy daromad keltirayotgan bo'lsa, soliq va rasmiylashtirish masalalari paydo bo'lishi mumkin. Bu odamni qo'rqitish uchun emas, oldindan tartibga solish uchun aytiladi. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa maqomlardan qaysi biri mos kelishini aniqlash kerak. 4-vaziyat, avtomobil sotilgan, lekin hujjat to'liq rasmiylashtirilmagan. Yangi egasi jarima qiladi. Eski egasiga xabar keladi. Eski egasi mashinani sotganman deydi. Lekin rasmiy bazada hali ham uning nomida bo'lsa, muammo undan boshlanadi. Shuning uchun transport, uy, yer, ulush, biznes, har qanday mulk bo'yicha pulni oldim. Bo'ldi degan yondashuv juda xavfli. Rasmiy o'tkazish tugamaguncha ish tugagan hisoblanmaydi. Xulosa qilib aytaman, yangi qonun kuchga kirgani faqat bitta yangilik emas. Bu har birimizdan hujjat muddat. Elektron xabar va shaxsiy ma'lumotlarga jiddiyroq qarashni talab qiladi. Kim hujjatini tartibga keltirsa, xabarlarni vaqtida tekshirsa, qarzdorliklarni nazorat qilsa va muhim ishlarni yozma rasmiylashtirsa, u ko'p muammolarning oldini oladi. Kim keyin ko'raman, bilmagan edim, og'zaki kelishganmiz deb yuraversa, ertaga jarima rad javobi sud yoki ijro muammosiga duch kelishi mumkin. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq shaxsiy kabinetingizni tekshiring. Telefon raqamingizni yangilang. Qarzdorliklaringizni ko'ring. Muhim hujjatlaringizni tartibga soling. Va tushunmagan joyingiz bo'lsa, rasmiy manba yoki mutaxassisdan aniqlashtiring. Bu ishlar ko'p vaqt olmaydi, lekin kelajakda sizni katta muammolardan saqlaydi. Sizningcha yangi tartiblar odamlar uchun qulaylik yaratadimi yoki aksincha ko'proq mas'uliyat yuklaydimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilish bugun har bir fuqaro uchun muhim.